Kelaveramiz Ozodjon, biz hozir Galosiyo tumaniga yaxshi ko'rgan joylarimdan bittasi. Sababi doimiy aytamanki, shu shaharga kiraverish joydan olish kerak. Shu atrofdan qanaqangi variant chiqarmasam hammasi ketyapti. Shundoqqina ko'rsatgan mana shu G'ijduvon yo'l yo'nalishi. Adashmasam, o'zimcha taxminan sanadim 400-500 metr ichkarida Galosiyo tumanidan shunoqqina G'ijduvon yo'l yo'nalishiga o'tdingizki, birinchi metandan o'tgandan keyin O'ba qishlog'i deyishar ekan. Mana shunaqangi chiroyli fasad ko'rinishiga ega bo'lgan kattagina imoratni sizga 2 xonalik kirpishli variant kvartirani narxiga berib qo'yaman. Mana sizga yaxshigina variant. Bilaman, ko'pchilik qisilib o'sha shahar markazida qisilishib qolgan, oilasi katta bo'lgan, yo bo'lmasam 2-3 ta kelin bilan sig'ishmaydigan joyi, yo o'sha xonadonni farzandlari Rossiyada ishlab yuribdiki, bir kattaroq maydonga ega bo'lsam, kattaroq joyga ega bo'lsam, shunaqangi bahvo joy bo'lsin degan gaplarni qilishadi. Adashmasam 35 metr fasad qismi 2 ta imorat qilsangiz bo'ladi. Mana shu yarmi bu yog'i zabor holatida turibdi. Bunaqangi chiroyli imorat bo'lmas edi, adashmasam, agar gaz suv svet muammo bo'lsa sizga. Bu daraxtlarning gullashini qaragin, bunaqangi havoni shahardan qidirib topolmaysan. Mana sizga sharoit. Endi mana bu Tomarqa suvi, o'zimizni mana shu Samarqand suvi, gaz, svet haqida muammo yo'q. Darvozalari o'rnatilgan, tepalari shifr bo'lgan. Birma-bir ko'rsatamiz. To'liq pishgan g'ishtdan mana shu imoratimiz sotuvga qo'yilyapti. O'ng qo'ldagi mana shu komplektda hozir yashash sharoitiga ega. O'ng qo'ldagi mana shu 2 ta xonasi cho'p ko'ri deyishadi xalq tilida. Bu yog'i esa g'ishtlik. Mana shu turkalari tepalaridagi mana bu gipsa kartonlarigacha olib kelib qo'ygan, oyoq ostlari styachkalari bo'lgan, shundoqqina polni yugurtirib, mana shu qurilish mollari hammasi qoladi, adashmasam, shu ko'rsatilgan nimalari, mana shu qurilish mollari hammasi qoladi. Svet yo'q qo'ydimki, svet masalasida savol ko'pchilik negativlar bo'ladi. Fasad qismi, mana shu fundament qismini mana shu nima deydi, ko'k toshdan, nima deydi? Zirabot ko'k toshidan chiroyli chiqarib qo'yishgan, shkaturkalari bo'lgan. Chiroyli kattagina ayvon. Eslasangiz, adashmasam 100 ming AQSh dollariga tushgan, mana shu Galosiyo tumaniga edi. 100 ming AQSh dollariga tushgan bir katta imoratni 15 sotuq edi o'sha ham, bu ham 15 sotuq. Xudo xolasa, kelib ko'rasizlar, kadastr hujjatlari tayyor. Istasangiz kadastrni 2 ta qilib, 2 ta farzandingizga o'sha zaborni ko'rsatdim, o'shani ham ko'rsatasan. Uylarni birma-bir ko'rsatamiz. Mana bu komplektni yashash sharoitiga. O'sha imorat 100 ming AQSh dollariga tushuvdi degan gaplarni qiluvdilar. Bir akamiz, adashmasam, yo 65 yo 70 mingga olib kelib qo'ygan edik. Bir deganga sotildi. Adashmasam 4 kun 5 kun ichida sotilib ketiluvdi. Bitta shu yashash sharoitini bitta vaqtinchalik bo'lsa ham endi ko'rsatasan, kelib bemalol mana shu joyda yashab, keyingi qismini o'zingiz uchun remontdan boshlab, oyoq ostlari to'liq pol bo'lgan, bitta ko'rsatasan, razdellik qilishgan. Mana bu keyingi xonasi, bunisi to'liq pol bo'lgan, pol taxta poldan. Endi yashayman deb mana shu ukamiz yaxshigina xarajat qilib qo'ygan. Mana bunaqangi endi bu nima deydi, stum stoykalar, bu har zamonda ko'ravermaysan, bu Soyuz materiallari bu. Mana shunaqangi hovling bo'lsa mazada, endi faqat mehr kerak. Mana shu hovliga mehr, ana shu oddiy mana shu zilyon zona bu daraxtlariga tegilmaganiga o'zi ancha bo'lgan. Kelib faqatgina shunday mehr berib, maza qilib yashash kerak. Mana bu yoqda esa oshxona sharoiti 1 2 3 4 5 5 ta xona sanadik. Bunisi endi oshxona, 6-inchisi endi mana shu komplektini kelib yashashni boshlab, bu yo'g'ini esa remontni boshlab, maza qilib yashash sizga qolgan. Darvozasi bor, shifti bor, 100% shifr bo'lgan. Bu yoqda esa tandirxona. Endi mana shu qishloq hayotida juda ham yaxshi bunaqangi yopiq pomeshcheniya, yopiq mana shu joylari bo'lsa juda ham zo'r bo'ladi. Siz qayerdan? Kommentariyada yozing. Biz borib tumaningizga yoki mana shu ko'changizga borib yaxshigina variantlarni chiqarishda davom etamiz. Samarqand suvini hali ko'rsataman. Mana bu joyi oshxona, mana shu adashmasam oshxona tizimi uchun alohida chiqarilgan kanalizatsion sistemasi. Unga alohida, bunga esa alohida, hammom uchun chiqarilgan kanalizatsion sistemasi alohida. Mana bu adashmasam tandirxonamiz yoki molxonamizni tepalarini oddiy mana shu qishki mavsumga chorvalarimiz uchun yem-xashak qo'yish sifatida foydalanish uchun 2 qavat qilishgan. Bu yo'g'i tashqari hovlimiz, tashqaridagi tualet qismi, mana bu yoqda esa molxonamiz uchun qishki mavsum uchun alohida joyi, bu yo'g'i yozgi mavsum uchun. Atrofi mana shu zilyon zonamizni, agarotimizni atrofi to'liq mana bu
nima deydi bu? O'sha ko'k tosh deydi. Mana shu yaxshigina mustahkam toshdan agrajdeniyni mana shu chegarasini olib qo'yib, to'g'risini bitta ko'rsatasan, alohida bitta farzandingiz uchun yaxshigina joyi ham bor. Istasangiz 7 sotuqdanmi, 6 sotuqdanmi 2 bo'lak qilib, ikkalasiga ikkita kadastr qilsangiz bo'ladi. Hozirda kadastr hujjatlari hammasi joyida, shundoqqina kelasiz, barakasini qilib, maza qilib yashaysiz. Siz bilaman, aniq bilaman. Endi o'sha kimga yuborishni bilasiz, o'sha tanishlaringizga yuborib qo'ying. Qisilishib, siqilishib qolgan o'sha tor joyda yo bo'lmasam boshqa unaqa ham bo'lmasligi mumkin. Siz yashash sharoitingiz zo'r bo'lgan holatingizda ham dacha sifatida foydalansangiz, dala hovli sifatida foydalansangiz juda ham zo'r joy demoqchiman. Oddiy tomorqa suvimizning ham muammosi yo'q, gazni ham muammosi yo'q, Samarqand suvini ham muammosi yo'q, svetini ham. Kelib ba'zi-ba'zida maza qilib yashash, yoz oylarida zo'r, juda ham maza qilasiz, qishki mavsumda shaharga borib maza qilib yashayverasiz. Juda ham zo'r joy demoqchiman. Bunaqangi joylardan har zamonda ham tushavermaydi bizga variant narxini. Xudo xolasa, endi 15 sotuq atrofida dedilar, adashmasam men 13-14 sotuq chiqardim. Sababi mana bu oldingi zeleniy zonalaringiz ham sizga tegishli bo'ladi. Albatta parkovkasi bor, joyi bor. Ko'chasi obod mahallaga kiritilgan. Mana suv sizga, mana Samarqand, chisti Samarqand suvi. Maza qilib yashayman degan aka-ukalarimizga yuborib qo'yish kerak. Bunaqangi joy topilmaydi, to'g'risi. To'g'rimizda masjidimiz, maktab, bog'cha bir qadam. Ko'chamiz juda ham zo'r, ko'chani aylanib ko'rib, keyin sizga chiqaryapman. Gazini ham ko'rdim, ochib. Gaz umuman muammo yo'q ekan. Maza qildim men to'g'risi. Mana sizga jannat. Haqiqatdan taftini tuyish kerak, mana yashash kerak, maza qilish kerak. Narxini nima deb qo'yasiz desangiz, olib kelib qo'ydim. To'g'risi, so'raldi. Mana shuni ham 60 ming AQSh dollarida so'raldi, sizga esa 4 pachkaga. To'g'ri eshitdingiz, qaytib aytaman, 4 pachkaga chiqaryapman. Faqatgina raqamlarni qo'yib beraman. Juda ham zo'r bolalar ekan. Aniqrog'ini aytsam, o'zim tanishganim yo'q. Toshkentdan turib telefon qilishdi-ki, aka, shu joyimizni sotaylik, turgan joyiga nima bo'lib qolmasin degan, bir yaxshi xonadonga topshirib qo'ying aka, soting shuni degan gapni qilganlariga so'radilar. 60 ming aka, eslasangiz dedilar, mana shu sal bunroq, mana shu narsani o'zi menga ana shu narxdan teparoqqa tushgan. Mana olib kelib qo'ydim siz uchun. Qolgan savdosi sizga. Mendan zo'r chiqsangiz maza qilib savdosini qiling, like bosing, bizni duoda bo'ling, reaksiya bildirishingizdan chiqmasin. Siz qaysi tumandan ayting, biz borib joyingizda reklama xizmatimizni qilamiz, joyingizdan variant chiqaramiz. Bunaqangi variantlar chiqmaydi. Like bosib tarqatishingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.